Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan DLS o'yinida Secret Player'larni ochib ko'ramiz. Qani bizga kimlar chiqar ekan? Xo'p, birinchi o'rinda Valverdeni taxmin qilamiz. Yo'q, rostdan Valverde. Pas 83. Valverde. 100% bo'ldi Valverde. Valverde chiqdi. Birinchi Secret Player'imizga do'stlar. Yaxshi, hammamiz hali ishlataveramiz, to'g'rimi? Ikkinchi Secret Player ham keldi do'stlar. 2015 tanga oldi, ketdi. Aleksandr Isak. Hujumchi. Rosta Aleksandr Isak. Do'stlar, biz Aleksandr Isakni ochyapmiz. Bo'ldi, yana bitta taxminimiz to'g'ri chiqyapti. Bizga Aleksandr Isak SF o'yinchi, yana hujumchi. 1940 tangaga Secret Player ochib ko'ramiz va kimga taxmin qilsa bo'ladi? To'g'risi menda taxminlar yo'q. Pas 89 taxmin qilishga to'g'risi odamni topamayapman. Voy, Kalhan. Ismini ham o'qib olmayapti bu o'yinchida. Buni sotib yuboraman. Keyin mayli sizlarga video olishim kerak, chunki anchadan beri video olganim yo'q to'g'risida. Argentina, Messi, yana kim bor? Dybala, Martinez bor. Dybala kim? Dybala. Dybala tushdi. Paulo Dybala 1905 tangaga Dybalani ochdik. Do'stlar, endi kim chiqishi mumkin? Juda ham qiziq, to'g'risi. Yamal, Pedri va boshqalar. Pedrimikan? Pedri. Taxmin qilamiz, Pedri bu. Yo'q, rostdan Pedri. Voy, Daniel Olmo. Bizga Barcelona o'yinchisi Dani Olmo tushdi. Mayli, taxminimiz to'g'ri chiqmadi. 1850 taga Secret Player ketdi. 7 raqam. Luis Diaz bekana. Hujumchi. Luis Diaz o'xshayapti lekin. Luis Diaz. Taxminimiz to'g'ri chiqmoqda. Bu Liverpool hujumchisi Luis Diaz. Do'stlar, endi 1920 tangaga bizga kim tushadi? Yo'q, rost. Jude Bellingham. Harry Kane. Kim tushishi mumkin? Jude'mikana? Jude. Taxminimiz to'g'ri chiqsa, yana mana shu videomiz chiqqandan keyin 1 soat o'tib yana yangi video chiqadi. Mayli, taxminimiz to'g'ri chiqmasa ham men kanalimizga yangi videoni joylayman. 2215 tangaga Secret Player. Kim bo'lishi mumkin? Endi Bellingham tushar. Bu kim bo'lishi mumkin? Bale Control, Saka. Arsenal klubi hujumchisi Bukayo Saka. 2115 tanga. Tangalarimiz ham oz qolyapti-da do'stlar. Kare, Son Heung-min. Tottenham hujumchisi bu
Son zarbasi 86. Speed 88. Son Hyun Min. Min Son do'stlar. Endi kim tushadi bizga? 1590 yo 1950 ta tangaga bizga Luka Modric. Modric bo'ldi. Topdik. Modric. Luka Modric. Topildi. Real Madrid o'yinchisi Luka Modric. Tak, do'stlar, endi 2010 ta tangaga bizga kim kelib tushadi? Yo, Lukman. Hujumchi bo'lsa Lukman. Pas esa 8. Yo, bu Lukman bas. Kim bo'lishi mumkin, do'stlar? Barella kelib tushdi bizga, do'stlar. Yaxshi, bu futbolchini ham ochish kerak edi. Baribir do'stlar, 2800 talik tanga o'yinchida 2630 ta ochamiz. Bappe. Hujumchi bo'lsa Bappe yoki Griezmann yoki Bappe. Chunki da hujumchida Bappe topdi. Bappe Ronaldo uslubida. Kylian Mbappe. 1990 ta tangaga bizga kim tushar ekan, do'stlar? Lukman. Do'stlar, o'yinlar yetib qoldi. Bo'ldi do'stlar, mana Lukman tushdi bizga. Taxminimiz to'g'ri chiqmoqda. Lukman. Endi kim kelib tushishi mumkin ekan bizga? Set replay. 2000 ta tanga 2300 talik o'yinchi. Messimikida Argentina. 2300 taga Messi edi-da. Angliya. Harry Kane yoki Jude Bellingham. Phil Foden. Mayli, bu ham yomon emas. Manchester City hujumchisi Phil Foden. 2070 ta tangaga bizga qaysi o'yinchi? Yaxshi. Kim? Harry Kane. Kim? İltimos Harry Kane tushsin. Kvaratskhelia 83 darajada. Mana sostav shunaqa tuzildi bizga, do'stlar. Shuncha ochgan o'yinchilarimiz hammasi Aleksandr Isakni varataga qo'yib qo'yganman, do'stlar. Mana raqib bilan o'yin boshlandi, mana. O'yinda kim yutishi mumkin, do'stlar? Taxminingizni yozib qoldiring.